Hammaga assalomu alaykum. Men tanimaganlar, ismim Shohjahon. Asariyda 1 yildan beri ishlayman. Sotuvchi konsultant lavozimida. Shu paytgacha Buyuk Ipak yo'li, Yunusobod va Kitob olam filiallarida ishlaganman. Hozir ma'lum sabablarga ko'ra ish faoliyatimni yakunladim Asariyda. Bugun biz Franz Kafkaning Jarayon kitobi haqida gaplashamiz. Kitob 1914-1915 yillarda yozilgan, lekin asarni nashr biroz kechikkan, chunki hammaga ma'lumki, Kafkaning o'z shaxsiyati ham asardan ko'ra kattaroq ahamiyatga ega bizga. Nimaga asar kechikkan deb oladigan bo'lsak, o'sha paytda Kafka hamma yozgan asarlarini o'rtog'i Max Brunga aytganda, "Men asarlarimni insonlar ko'rishni xohlamayman" degan. Chunki Kafka o'zi hayotni ham, o'zini qilgan ishni ham absurd hisoblagan. Shuning uchun asar Kafkaning vafotidan keyin nashr qilindi va bizgacha yetib keldi. Xo'p. Asarni o'ziga to'xtalib o'tadigan bo'lsak, Jarayon kitobini men taqdimotga tayyorlanish uchun inglizcha variantini ko'rib chiqdim. Inglizcha, o'zbekcha, ruscha variantlarini ko'rib chiqdim. Jarayonni ingliz tilida men process deb tarjima qilingan deb o'ylagandim. Yo'q, unaqa emas ekan, the trial ekan. Keyin solishtirdim, nimaga process emas. The process bo'ladigan bo'lsa, bu nimadir, qaysidir voqeaning bo'layotgan paytdagi holati. Shunda process nomlanar ekan. The trial esa qaysidir bitta ayblov uchun hukm belgilanishi kerak bo'lgan, lekin hali belgilanmasdan davom etayotgan ish. Ya'ni sud jarayoni uchun alohida so'z bor ekan. O'zbek tilida bu uchun mos so'z topolmadim. Shuning uchun jarayon tarjima qilingan deb o'ylayman. Asarda o'ziga to'xtalib o'tadigan bo'lsak, Yozef ismli shaxs bank ishchisi bo'ladi, bankda yuqori lavozimda ishlaydi, lekin o'sha paytda oddiy tasodifiy ish kunida ertalab turib ishga ketayotgan paytda uni hibsga olingansiz, siz jinoyatchisiz deyishadi. Qanaqa jinoyat qilgani yoki nima uchun hibsda ushlab turilganini aytishmaydi va u hibsda o'z uyida saqlanadi. Bizga noodatiy jihat shundaki, Yozef asarning bosh qahramoni xuddiki oddiy ishchidek, siz va men kabi ishga borib kelishi mumkin, lekin u hibsda. Buni Kafka juda zo'r ochib bergan. Asli juda noodatiy narsa, lekin asarni o'qigan inson uchun bu xuddi biz hayotimizda har kuni ko'rib yuradigan voqeadek qilib tasvirlagan. Xo'p, asarda ko'p narsa, ko'p mavzular ochilgan. Aynan jarayonning o'ziga ham to'xtalib o'tamiz. Jarayon so'ziga ham avvalambor bu yerda adolat tizimi. Yozef o'zi sudlanadi, lekin bu sud jarayoni uzoqqa cho'ziladi. Ya'ni yakuni bo'lmaydi. Mantiqan olib qaraydigan bo'lsak, bu yerda biz ko'rishimiz mumkin. Yozef o'zi uchun o'zi advokatlik qiladi, advokatlarning oldiga ham yordamga boradi. Bu bilan tizimning chalkashligini, adolat bu dunyoda yo'qligini va mutlaq adolatga obyektiv qarab bo'lmasligini ko'rsatmoqchi bo'ladi Kafka bu asarida. Xo'p, mavzu inson erkinligi, shaxsning hokimiyatga qarshi kurashishi va tizimning shafqatsizligi haqida chuqur falsafiy asar. Bu yerda inson erkinligi deyapmiz. Kafkani bu asarda, ya'ni jarayonda Yozefning holatini ko'rishingiz mumkin. U siz va men kabi ozod shaxs, ishga borib keladi, o'zini mashg'ulotlar bilan shug'ullanadi, ovqatlanadi. Uyda qanday siz bilan men yashasak shunday yashaydi, lekin uni ustidan sud jarayoni ketyapti va u mahbus. Buni oddiy inson odatiy qabul qila olmaydi. Lekin Kafka shuni asarda ochib bergan. Bizda Kafka bilan bog'liq voqealar yoki Kafkaning o'zining hayoti, Kafkaning asarlaridan kelib chiqib turib, yangi psixologiya so'z ishlatishimiz mumkin. Bu so'z ko'rishingiz mumkin. Bunda murakkab, qo'rqinchli, dolzarb va zaiflikni birlashtiradigan qaysidir bir holatni biz shu so'z bilan ifodalashimiz mumkin. Ba'zan boya aytganimizdek, trialga o'zbekcha so'z topa olmadik-ku. Bunda ham qaysidir bitta so'zga umuman hech qaysi tilda ta'riflab bo'lmaydigan holat kelgani uchun shu so'zni o'ylab topishgan. Kafkaning asarlaridan ilhomlangan holatda yoki o'zining hayotida. Bu yerda biz asarda asosiy mavzusi adolat deb o'yladim men o'zimcha. Chunki adolat. Keyin adolat haqida ozgina o'ylab ko'rdim, maslahatlashdik, boshqa qilib gaplashdim. Endi bu yerda savol tug'iladi. Adolat obyektiv haqiqatmi yoki har bir insonning o'z qarashiga qarab belgilanadigan mezonmi? Bu ham inson uchun yengil savol bo'lishi mumkin, lekin ozgina o'ylab chuqur qaraydigan bo'lsak, bitta aniq javobga kelish qiyin. Ko'pchilik aytadi adolat obyektiv, unda belgilangan mezonlar bor deydi. Kimdir aytadi biz hamma narsani dinimizda yozilgan kitoblar bo'yicha qilishimiz kerak deydi, yoki kimdir aytadi insonning o'zining ichida doim etika qoidalari bo'ladi. Lekin men o'ylashimcha adolatni ham subyektiv, ham obyektiv olishimiz mumkin. Uni obyektivligi birorta voqeada aybdor shaxsning jazolanishi. Lekin qanday jazolanishi bu subyektiv. Bu haqida taqdimot oxirida yana ko'rib chiqamiz. Xo'p, bu yerda Friedrich Nietzscheni Kafkaga qaysidir jihatdan o'xshataman. Ikkalasi ham hayotdan ma'no topa olmagan. Men va men do'stlarim kabi. Xo'p, adolat bu kuchsizlarning kuchlilarga qo'ygan cheklovi. Bu yerdan Nietzsche fikri ketadi. Adolat bu kuchsizlarning kuchlilarga qo'ygan cheklovi. Haqiqatan ham shunaqa. Dunyoda biz kuchli inson oladigan bo'lsak, kapital yuqori, hokimiyatga ega yoki albatta hozir jismoniy kuch katta anaqa ahamiyatga ega emas hozir. O'sha insonlarni biz cheklab turish uchun adolat tushunchasini o'ylab topganmiz. Agar o'rmonda ikkita go'shxo'r hayvon va 1000 ta kiyik bo'lsa, 1000 ta kiyik o'zini himoya qilish uchun yuqoridagini cheklab turish kerak. Shuning uchun biz o'ylab topganmiz. Agar aslida adolat, chunki kuchlilarga adolat kerak emas. O'zi shundoq ham kuchli, ularda hamma huquq bor. Adolat kuchsizlarni himoya qilish uchun kerak.
shu uchun biz adolatni o'ylab topganmiz degan Nitche va bu yerdan Nitchening fikriga qo'shilaman. Kafkaning asarida ham shunga yurish ketadi, chunki o'zi advokatning oldiga boradi yoki boshqa bir rassom obrazi bor u yerda, rassomning oldiga borib so'rab ko'radi. O'sha yerdagi voqealarni tahlil qilib ko'rsak ham adolatni har tomondan ko'rishiga ishora qilib ketilgan. Jarayondagi mavzular bu haqida yuqorida gaplashdik. Rasmga e'tiborlarni qaratmoqchiman. Bu rasm 5 yoki 6 yil 2016 yoki 8 yil oldin ekan adashmasam, o'shanda o'zim Telegram kanalimga qo'ygandim. Bu asarni qanaqa ma'no olishimiz mumkin asardan deb. Hamma shamlar tomonidan lampochkani qatl etilishi. Boyagi mavzuga bog'lashimiz mumkin. Tasodifan topib oldim arxiv chatlardan. Xo'p, lampochka bu kuchlilar. Bularga adolat kerak emas. Adolat hukm surish uchun, bularni ziyoniga ishlamasligi uchun buni kuchliligi lampochkani. Qolganlar tomonidan bunga adolatli sifatida chora ko'ryapmiz deyilyapti. Vaholanki lampochkaga nisbatan adolatsizlik bu. Agar o'zi lampochka bo'lishni tanlamagan bo'lsa. Juda ko'p savollar kelib chiqadi buning orqasidan. Qiziq surat, uzoq tahlil qilish mumkin. Asardagi yana mavzuga qaytadigan bo'lsak, absurdlik va umidsizlik, hayotning ma'nosizlik va qahramonning muqarrar taqdirga taslim bo'lishi. Haqiqatan ham bizni hayotimizni o'ylab ko'radigan bo'lsak, obyektiv ma'no yo'q. Biz istalgan narsamizni qilishimiz mumkin va o'sha aytganimizdek, jamiyat tomonidan qo'yilgan standartlar asosida jazo yoki mukofot olishimiz mumkin. O'zi umuman hayotda mission topish har bitta insonning o'zidan kelib chiqadi. Ya'ni hayotning ma'nosi obyektiv ma'nosi yo'q va subyektiv. Yaqinda ko'rishimiz mumkin. Topless kanalida shu haqida video chiqqanda o'zbek tiliga tarjimasi hayotning ma'nosi haqida. Topless fikrdan ko'rishingiz mumkin. Odatda biz individual emas, hayotning ma'nosini guruhlarga bo'lib olamiz. Bir guruh insonlar bo'ladi va ular islom dinini qabul qilib, hammasi bitta missiya asosida birlashadi. Yoki katolikdan oladigan bo'lsa, ular ham aytadi, biz Xudoga xizmat qilishimiz kerak yoki boshqa narsa. Yana qaysidir boshqa tur vakillari borki, ular ham o'zi uchun alohida bir mission qo'ygan hayotda. Kafkada esa hech qaysi bitta guruhga qo'shila olmagan. O'zini alohida hisoblagan. Bunga sabablar ko'p bo'lishi mumkin. Uni tug'ilgan joyi, oilasidagi sharoiti bo'lishi mumkin yoki umuman atrofidagi insonlar. Hattoki o'sha paytda yashab o'tgan paytdagi ob-havo ham ta'sir qilgan bo'lishi mumkin. Juda ko'p faktor bor. Bu kitob haqida edi. Xo'p, Kafka va zamonaviy dunyo. Bashora jarayon 20-asrning totalitar tizimlari va ularning insoniyatga ta'sirini oldindan ogohlantirgan asar. Haqiqatan ham sud jarayonini bitta insonni tasodifiy kundan boshlab to itdek o'ldirilishgacha qo'pol qilib aytganda bo'lgan jarayon bu juda uzoq cho'ziladi va u yerda mavhumlik ko'p. Buni biz 20-asr totalitar tizimlarida ko'rishimiz mumkin va 21-asrda ham. Hozir ham bizda ayni hozirgi kunlarda bo'layotgan vaziyatlarda ham geosiyosiy vaziyatda biz hamma o'zini adolati bilan chiqyapti. Umumiy obyektiv adolat bera olmaymiz vaziyatga. Xo'p, dolzarblik bugungi kunda ham byurokratiya, adliya tizimi muammo va shaxslar huquqlarining poymol etilishini aks ettiradi. Qonunlar bor, lekin ularni qanday ijro etilishi insonlarga bog'liq bo'lib qolganda, baribir u yerda 100% adolat ta'minlayolmaymiz. Chunki hukm chiqaruvchi inson ekan, u yerda adolat kuchi noto'g'ri. Taqdimotning oxirida jarayon kitobi yoki o'zi umuman Kafkaning kitoblarini nashr qilish haqida gaplashadigan bo'lsak, bu yerda Max Brod, ya'ni Kafkaning yaqin do'sti, bu ham yozuvchi, hattoki bastakorlik ham qilgan shaxs, Kafka bilan yaqin do'st bo'lishadi. Kafka vafotidan oldin hamma asarlarini yoqib yuborishni aytganda, Max Brod xo'p deb va'da beradi, lekin Kafkaning vafotidan keyin ko'rib turganinglardek kitob bizning qo'limizga yetib keldi. Hamma kitoblarni nashrga tayyorlaydi va nashr qiladi. Jarayonning adabiy tasviri bu haqida gaplashdik. Bu taqdimotning oxiri edi.